boshqa temir yo'l mavjudligi yuqori imkoniyat beradi. Qozikenti mahallasining xalqaro M37 avtomagistral yo'li bo'yida 4 gektar yer maydonda sanoat zona tashkil etish imkoniyati mavjud. Buni mana tuman prokurorimizga rahmat, Sobir Mahmudovich tashabbuslari bilan shu yerda hozir alohida maxsus yoshlar sanoat zonasi tashkil qilinyapti. O'sha 4 gektar yerni toifasi ham o'zgarib keldi. Prezidentimizning tegishli farmoyishlar bilan o'zgarib keldi. Xudo xolasa bunda ham hozir o'zi sanoat zona tashkil qilish bo'yicha ishlarni boshlaganmiz. Vijdon tajribasi bo'yicha 80 dan ortiq tadbirkorlik subyektlari shu yerning o'zida tashkil qiladi, ishlab chiqarishlar bo'ladi shu yerda. Qozikenti mahalla fuqarolar yig'inida 220 ta xonadondan uy xo'jaligida alyumin profillarni erishiladi. Oshiq mahallasi misolida ma'lumot uchun Oshiq mahalla fuqarolar yig'ini 145 ta xonadondan uy xo'jaligida mebel ishlab chiqarish faoliyati bilan shug'ullanib kelayotgan edi. 2024-yilda ushbu hududda mebelchilikka ixtisoslashgan Oshiq kichik sanoat zonasi tashkil etilganligi hisobiga uy xo'jalik mebellari ishlab chiqarish faoliyati bilan shug'ullanib kelayotgan va ishlab chiqarish jarayonini soyadan chiqarish imkoniyati yaratildi. Shu hisobiga 205 nafar yangi ish o'rinlari, 50 milliard so'mlik sanoat hajmlari va byudjetga 2,1 milliard so'mlik qo'shimcha soliq tushumlari tushishiga erishildi. Ya'ni Oshiqda bu o'sha soyadan chiqarish nimamiz ish berdi, shu uchun biz Qozikentida ham buni qilmoqchimiz hozir. Xizmat ko'rsatish yo'nalishida 2025-yilda tumanda xizmat ko'rsatish hajmlari 115,5% ga 1,6 trillion so'm tashkil qildi. 2025-yil yakunida aholi jon boshiga xizmat ko'rsatish hajmi 2024-yildagi 6,7 million so'mdan 8,2 million so'mgacha o'sib, 1,5 million so'mga yoki 113,6% ga oshdi. Tumandagi zaxira imkoniyatlari birma-bir tahlil qilinib, 2026-yilda xizmat ko'rsatish hajmlari 120% ga 1,9 trillion so'mga o'sishi rejalashtirilib belgilab olindi. 2025-yilda xizmat ko'rsatish sohasida ishga tushirilgan 46 investitsiya loyihalari hisobiga 67,5 million so'mlik hamda 2026-yilda ishga tushiriladigan 15 loyihalar hisobiga 37,9 milliard so'mlik qo'shimcha xizmat ko'rsatish hajmlari erishiladi. Xizmat ko'rsatish hajmiga turtki beruvchi quyidagi driver loyihalarimiz bor. Tuman markazida o'tuvchi Zarafshon daryosi bo'yida sohil bo'yi loyihasi va Zarafshon mahalla fuqarolar yig'ini Mahmud Arobiy ko'chasi tunu kun 24/7 rejimda ishlovchi ko'chaga aylantirish hisobiga 205 ta yangi xizmat ko'rsatish sohasidagi tadbirkorlik subyektlari tashkil etib, 1040 ta doimiy yangi ish o'rinlari yaratiladi. Yiliga o'rtacha 70,3 milliard so'mlik qo'shimcha xizmat ko'rsatish hajmlari yaratilib, byudjetga 2,8 milliard so'm qo'shimcha soliq tushumlari tushishiga erishiladi. Tumanning Bahoriston va Nurafshon mahallalarida 0,9 kilometr qismida yo'l bo'yi xizmat ko'rsatish obyektlari tashkil qilinishi natijasida 32 ta yangi xizmat ko'rsatish subyektlari tadbirkorlik subyekti tashkil etilib, 80 ta yangi doimiy ish o'rni yaratiladi va yiliga 12,5 milliard so'mlik qo'shimcha xizmat ko'rsatish hajmlari yaratilib, mana yo'laqalar o'sha qaror bo'yicha biz reja olganmiz 2,2 kilometr hududni yopiq drenajlar qilib, o'sha xizmat ko'rsatish nimalarini yengil tipdagi konstruksiya bilan tashkil qilish reja olganmiz. Hozir 2 ta hududda boshladik, yana hozir 6 ta hududda loyihalarni ishlayapmiz. Yopiq drenaj qilamiz, uzovurlarning ustiga yengil tipdagi konstruksiya qilib ishga tushiramiz. Namangonni mahalla fuqarolar yig'inida hududda tuman hokimligi balansida bo'lgan 1,5 gektar bo'sh yer maydonida yirik savdo kompleksini tashkil etish orqali ikkita yangi xizmat ko'rsatish sohasidagi tadbirkorlik subyekti tashkil etilib, 120 ta yangi doimiy ish o'rni yaratiladi va aholi bandligi ta'minlanadi. Yiliga o'rtacha 45
milliard so'mlik qo'shimcha xizmat ko'rsatish hajmlari yaratilib, byudjetga 1,8 milliard so'm qo'shimcha soliq. Ya'ni bu yerda tuman markazidagi o'sha avtomobillarning yurishiga ham, oqimga ham ta'sir qiladi. Sal bo'shatib olmasak bo'lmaydi. Biz ikkita asosiy ko'chamiz bor, qilib qo'ygan tuman markazi. Ma'lumot uchun aytaman, bizda 192 ming aholimizga hozir 33 mingta avtotransport vositasi bor Jondor tumanida. Endi G'ijlon tumanidagi ikkinchi o'rinda bizda avtotransport. Shuning uchun tirbandliklar yuzaga kelishni boshlagan. O'zi tirbandliklarni ham oldini olish bo'yicha ishlayapmiz tuman markazida. Mana kalsolarni o'sha chorrahaga aylantirib, svetofor, aqlli svetoforlar qo'yishni reja qilib o'tiribmiz. Aytganimday, o'sha zovurlarni nima qilib, shu xizmat ko'rsatish infrastrukturasini rivojlantiramiz. Qishloq xo'jaligi yo'nalishida 2025-yilda tumanda qishloq xo'jaligi mahsulotlari hajmi 104,6%, 6,1 trillion so'm tashkil qildi. 2025-yil yakuniga aholi jon boshiga qishloq xo'jaligi mahsulotlari hajmi 2024-yildagi 29,4 million so'mdan 32,1 million so'mgacha o'sib, 2,7 million so'mga yoki 102,8% ga oshdi. Tumandagi zaxira imkoniyatlarini birma-bir tahlil qilib, 2026-yilda qishloq xo'jaligi mahsulotlari hajmini 6,9 trillion so'mga o'sish rejasini belgilab olingan, ya'ni 105,1%. Buni misol uchun 2025-yilda qishloq xo'jaligi yo'nalishidagi ishga tushirilgan 8 ta investitsiya loyihalari hisobiga 62,7 milliard so'mlik hamda 26-yilda ishga tushiriladigan 6 ta loyihalar hisobiga 55,6 milliard so'mlik qo'shimcha qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarilishiga erishiladi. Yuqori daromadli takroriy ekinlarni ekish hisobiga 75,5 milliard so'mlik qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtiriladi. To'qimachilik yo'nalishida qo'shilgan qiymat zanjirini yaratish maqsadida qo'shimcha zamonaviy loyihalarni amalga oshirish imkoniyati mavjud. Tumanda yiliga 47 ming tonna ortiqcha paxta xom ashyosi yetishtiriladi. Tumandagi 10 ming gektar qayta foydalanishga kiritiladigan yer maydonlari bosma-bosqich paxta xom ashyosi yetishtirish evaziga qishloq xo'jaligida paxta xom ashyosini yetishtirish 60 ming tonnadan oshirish imkoniyatlari mavjud. O'tgan yili 47 ming tonnadan ortiqroq paxta bergan bo'lsak, bu yilga 56 ming tonna reja olganmiz o'zimizga paxtani yetishtirishga. Mana kecha nimani paxta ekish tadbirlarini ham boshlab yubordik tumanda seminar qilib. Xudo xolasa endi yilimiz bu yil barakali kelyapti. Mana qancha yomg'irchilik nima nasib bo'lsa yaxshi bo'lishi kerak. Byudjet daromadlari 2026-yilda byudjet daromadiga belgilangan 143,6 milliard so'mlik prognoz 120% ga bajarish ko'zda tutilgan. Ishsiz fuqarolarning bandligini ta'minlash bo'yicha aholi bandligini ta'minlash dasturlari doirasida 2026-yilda 34 ming nafar aholining bandligi ta'minlanadi. Ishsizlik darajasi 2025-yilda 3,5% tashkil qilgan bo'lsa, 2026-yilda yakuni bilan 3,1% ga tushirish erishamiz. Kambag'allik darajasini 2025-yilda 3,5% dan joriy yil yakuni bilan 2,5% ga tushirish maqsad qilib olganmiz. Endi ishsizlik masalasi o'zi ishsiz odamning o'zi yo'q bizda. Norasmiy bandlar bor, band fuqarolarimiz bor. Uni ham mana tuman bandlik bo'limi tomonidan, soliq idoralari tomonidan ularning rasmiy bandligini ta'minlash bo'yicha, o'sha soyadan chiqarish bo'yicha ishlarni boshlaganmiz. Yilning oxiriga menimcha bu 3,5% emas, bemalol umid bag'ishlash 2% ga tushirish imkonimiz bor. Bu bo'yicha ishlashimiz kerak bo'ladi. O'zi ishsiz odam qolmadi. Mana qancha vakansiya bor hozir? Bandlikdan kim bor? 4 mingdan ziyod vakansiyamiz bor, to'g'rimi? Shuncha vakansiya bo'lib turib ishsiz bo'lishi mumkinmi savol? Legallashtirish kerak, tamom. Tumandagi tijorat banklari tomonidan tadbirkorlik faoliyatlarini qo'llab-quvvatlash uchun 198 milliard so'm kredit ajratilishi rejalashtirilgan. Investitsiya yo'nalishi bo'yicha to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar Jondor tumanida 2026-yilda jami 125 million dollarga teng to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar va kreditlar jalb qilish belgilangan. Misol uchun endi bitta misollarni aytaman. Mana hozir xitoylik investorlarimiz kelgan, qiziqish bildiryapti. Navg'od mahalla fuqarolar hududida
Hongri Goji degan MCJ xususiy korxonasi, xorijiy korxonasi, ular korxona ham ochdi Jondor tumanida. Ko'p qavatli turar joy binolarni barpo etish loyihasi negizida hozir birinchi etapda 23 million dollarlik to'g'ridan-to'g'ri investitsiya kiritishni reja qilyapti. O'zi loyihani o'zi pashta 300 million dollarlik loyiha bu yerda. Birinchi etapda shuni hozir reja qilib olgan ular. Shuningdek, Darvoshi mahalla fuqarolar yig'inida Jin Qiyogoji MCJ xorijiy korxonasi tomonidan yashil energiya tizimini joriy etish va zamonaviy issiqxona asbob-uskunalarni olib kelib o'rnatish loyihasi negizida 8 million dollardan to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar o'zlashtiriladi. Xuddi investitsiya loyihalari Jondor tumanida 2026-yilda umumiy qiymati 561,9 milliard so'mga teng 31 ta xuddi investitsiya loyihalari amalga oshirish hisobiga 835 ta yangi ish o'rinlari yaratilishi belgilangan. Eksport ko'rsatkichlarimiz. Jondor tumanida 2026-yil uchun 9,5 million dollarlik sanoat mahsulotlari, shundan sanoat mahsulotlari 7,3 million dollarlik va 2,2 million dollarlik meva sabzavot eksport prognozi belgilangan. Qurilish yo'nalishi bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 27-dekabrdagi 393-sonli Prezident qarorlariga muvofiq 2026-yil ijtimoiy ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish dasturi asosida 9 ta obyektlarda 7,8 milliard so'mlik qurilish ta'minlash ishlari amalga oshiriladi. Shu bilan birga tashabbusli budjet dasturlari doirasida 24 ta driver loyihalar bo'yicha 2 ta obyektlarda qurilish ishlari yakunlanib, foydalanishga topshiriladi. Bundan tashqari, Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 7-maydagi 300-sonli qaroriga asosan 9 ta ijtimoiy soha obyektlari energiya samaradorligi loyihalari amalga oshiriladi. Ya'ni faqat ijtimoiy sohada 18 ta bu yil qurilishlarni qilamiz. Bu maktab, bog'cha, poliklinikalarning o'zida 18 ta bir yil muncha obyekt topshirmaganmiz. Bitta ikkita bo'lgan. Mana shu oxirgi 3 yilda bu hajmi ko'payib boryapti. Prezidentimiz tomonidan bu yo'nalishga ham juda katta mablag'lar ajratilyapti. Aholining uy-joyga bo'lgan talablarini qondirish maqsadida 353 xonadondan iborat 10 ta ko'p qavatli uy-joylar quriladi. O'tgan yil ham 340 ta topshirdikmi, Xurshid? 340 ta xonadon topshirganmiz. Bu yil 353 ta xonadon topshirish reja qilganmiz. O'zi oxirgi 3 yillikda tahlil qilganimizda faqat davlat tomonidan o'sha uy-joy xaridi uchun ajratiladigan subsidiyalarga murojaat qilgan fuqarolarni tahlilini qilganimizda 5000 dan ortiq fuqarolarimiz murojaat qilganini aniqladik. Ya'ni bizga har yil kamiga 1000 ta kvartira qurishimiz kerak. Odamlarni to'liq uy-joy bilan ta'minlash uchun nimaiki jami hozir mana bizda 41200 ta xonadon bo'ladigan bo'lsa, mana shu 41200 ta xonadonda 56000 ta oila istiqomat qilib kelyapti Jondor tumanida. Ya'ni yana buning ustiga yiliga qo'shimcha 1,5 ta yangi oila paydo bo'lyapti. 1,5 ta oila paydo bo'lyapti. Endi bu yangi paydo bo'layotgan oilalarga ham tug'ilayotgan 4000 ga yaqin bolalar aholimiz oshyapti, 4000 ga yaqin. O'zi aholi soni bo'yicha ham viloyatda 3-o'ringa chiqib oldik. Qo'shimcha uy-joy endi urbanizatsiyaga ko'proq e'tibor bermasak, hurmatli deputatlar, bu boshqa bizga yechimi yo'q. Nimaki, o'sha ajrimlarni tahlilini ham qilganimizda o'rtacha bir yilga 150 ta to'g'ri kelyaptimi? 150 ta o'rtacha ajrim to'g'ri kelyapti. Aksariyat hollarda shu uy-joy masalasidan kelib chiqayotgan ajrimlar bo'lyapti. Shuning uchun yosh oilalarga mana prezidentimiz oxirgi o'sha yoshlar bilan o'tkazgan uchrashuvlarda imtiyozlar berish, o'sha ipoteka kreditlarini ajratilishda qo'shimcha imtiyozlar berish bo'yicha topshiriqlarni berdilar. Shuning uchun men o'ylaymanki, bu qurilish bozorini yanada rivojlantirib ko'proq xonadon qurishsak to'g'ri bo'ladi. Aholining ichimlik suvi bilan ta'minot darajasi bugungi kunda 70% ga oqova tarmoqlari bo'yicha qamroq 8,4% ga yetkazilishi ta'minlanadi. Endi bu 70% Xurshid kam, men bizlar o'sha loyiha qilganda 90% dan oshish kerak edi. Nimaga 70% ga hisob kitob olyapsizlar? Endi bu hozir mana nimani ichimlik suv bo'yicha ham o'sha ABI dasturi doirasida qurilish ishlarini boshladik. Hozir 2 ta mahallada o'sha suv tarmoqlarini montaji boshlandi, to'g'rimi? 2 ta mahallada ketyapti. Endi o'sha qurilish tashkiloti bilan mana prokurorimiz o'zlari nazoratga olganlar.
o'zi 2 yillik loyiha, shu yilning oxirigacha tugatib beramiz deb va'da beryapti. Xudo xolasa uni tugatsak, tuman 90% dan ortiq hududda suv ta'minoti qamrovi bo'ladi, to'g'rimi, Sog'lom qurish? Rahmat. Tegishli dasturlar doirasida 492 kilometr yangi ichimlik suv tarmoqlari tortish, 12 dona yangi suv va 9 dona yangi oqova inshootlari qurilishi va 3 kilometr yangi oqova tarmoqlari tortilishi rejalashtirilgan. Hozir aprel-may oylarida oqova, ya'ni kanalizatsiyani tuman markazini kanalizatsiya bilan markazlashgan kanalizatsiya bilan ta'minlash bo'yicha ham loyihani boshlaymiz. O'zi suv ta'minotiga mana prezidentimiz tomonidan 21 million dollar ajratilgan. Oqova bilan ta'minlash uchun yana 11 million dollar Jondor tumaniga pul ajratilyapti. Umumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llari va ichki yo'llardagi 114,5 kilometr yo'llar ta'minlanishi, jumladan 214 kilometr umumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llari saqlash va nuqsonlarni bartaraf etish, sirtqi ishlov berish ishlari amalga oshirilishi, ichki yo'llar 10 kilometr uzunligida asfaltlashtirish, hududdagi 9 zona ko'priklar qurish, ta'mirlash va rekonstruksiya qilish ishlari amalga oshirilishi, ichki avtomobil yo'llarida 28 kilometr uzunligidagi tuproq yo'llar shag'allashtirish rejalashtirilgan. Elektr energiyasidan shartnomasi mavjud iste'molchilarga jami soni 43,702 ta, shundan ulgurji 3,396 ta, aholi 39,704 tani tashkil etadi. 2026-yilda 13 ta transformator punktlari, 46,5 kilometr elektr uzatish tarmoqlari yangitdan qurilishi rejalashtirilgan. Elektr ta'minotini yaxshilash maqsadida 205 ta transformator punktlari va 545,7 kilometr elektr uzatish tarmoqlarini mukammal ta'mirlash ishlari amalga oshiriladi. Tabiiy gazdan foydalanuvchi iste'molchilar soni 20,342 ta, suyultirilgan gazdan foydalanuvchilar soni 19,688 tani tashkil etadi. Aholini va iqtisodiyot tarmoqlarini barqaror hamda xavfsiz gaz ta'minoti bilan ta'minlash, tabiiy gazdan oqilona foydalanishni kengaytirish va energiya samaradorligini oshirish maqsadida iste'molchilarga jami 107,1 million metr kub tabiiy gaz, shundan aholiga 69,1 million metr kub, ulgurji iste'molchilarga 15,4 million metr kub hamda 3300 tonna suyultirilgan gaz yetkazib beriladi. Shuningdek, 2,8 kilometr gaz tarmoqlari va 4 ta gaz taqsimlash punktlari mukammal ta'mirlash hamda rekonstruksiya ishlari amalga oshiriladi. Mana katta magistral quvurimizni rekonstruksiyasini qildik. Hozir tuman markaziga keladigan quvurni tortyapmiz, to'g'rimi? Ya'ni etap-etap barcha hududlardagi o'sha quvurlar qayta o'tamiz, bironta hududda masala bo'lmaydi. Yer osti quvurlarini o'zi hammasini nazemni yer ustiga chiqarib alishtiryapmiz. Bu bo'yicha ham 25-yilda yaxshi ishlar amalga oshirildi. Mana hudud gaz ta'minot korxonasi tomonidan, hududiy bo'lim tomonidan. Bu yilga ham endi rejani hozirdan kuz-qishga tayyorgarlik olishimiz kerak. O'sha gaz tarqatish nimalarini stansiyalarni, punktlarni hammasini o'sha reviziyasini boshlashimiz kerak qanaqaki. Kutmasdan avgust, sentyabr oyini kutmasdan hozirdan boshlash kerak bo'ladi. Shuningdek, 2026-yilda jami 150 ta obyektlarda 2,5 ming kilovat quyosh panellari o'rnatish rejalashtirilgan. O'tgan yil ham shuncha reja olgandik, lekin mana tuman prokurori tashabbuslari bilan 6100 kilovat quyosh panellari o'rnatildi. 250% bo'ldik. 250% bo'ldik. Bu yil ham hozir 9000 kilovat qo'ydiramiz deb hozir reja olib o'tiribdilar prokurorimiz. 9000, o'zi 2,5 kilovat, lekin 9000 kilovatlik panel o'rnatamiz deb reja olib o'tiribdilar. Bu yerda iqtisod qilishimizga asos bo'ladi, nimaki o'zi respublikada menimcha eng yuqori bateriyasi bor tumanlardamiz. Hozir elektr tizimida yo'qotishimiz 17% tashkil qiladi. Nimagaki bizda yirik sanoat korxonalari yo'q, bateriyani spisat qilishga bularga imkon yo'q. Shuning uchun 17% ni hozir xuddi elektr tarmoqlar o'zini zararga olyapti, to'g'rimi Oybek? Shu panellarni agar o'rnatsa agar yo'qotish kamayadimi? Endi energiya tejamkorlik bo'yicha mana prezidentimiz topshiriqlari bor, gaz bo'yicha menimcha normaga tushib oldi, elektrda lekin masalamiz bor. To'g'rimi anaki? Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida jami 900 ming dona iqlim sharoitiga mos mevali manzarali daraxt va butta ko'chatlari ekiladi. Shuningdek,
Viloyatda Mening bog'im loyihasi doirasida tumanda 1,5 gektar maydonda yashil bog'lar barpo etish rejalashtirilgan. Yoshlar siyosati yo'nalishi bo'yicha 2026 Jondor tumanida yoshlarga oid davlat siyosati doirasida qator amaliy ishlar tashkil etildi. Bu jarayonda asosiy e'tiborni yoshlarning bandligini ta'minlash, ularni ma'naviy va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, shuningdek zamonaviy bilim va kasblarga yo'naltirishga qaratildi. Tumandagi 563 nafar ishsiz yoshlar 7 nafar viloyat va 18 nafar tuman darajadagi mas'ullarga biriktirildi. Har bir yosh bilan mas'ullar tomonidan to'liq uchrashuvlar o'tkazildi. Maxsus toifadagi yoshlar bilan ishlash Jondor tumanida 89 nafar otaliqqa olingan yoshlar mavjud bo'lib, ular bilan muntazam ishlar olib borilmoqda. Bu yoshlar bilan ishlashda tuman hududidagi favqulodda vaziyatlar bo'limiga 10 nafar, ichki ishlar organlariga 45 nafar, adliyaga 25 nafar, prokuraturaga 9 nafar yoshlarga mas'ullar biriktirildi. Loyihalar va ma'naviy qo'llab-quvvatlash yoshlarni ma'naviy va intellektual rivojlanish maqsadida qator loyihalar amalga oshirish rejalashtirilgan. Mutolaaga 30 ming nafar yosh qamrab olinadi. Ibrat farzandlarida ham 30 ming nafar yosh qamrab olinadi. Uschez 15 ming nafar yosh qamrab olinadi. Qizlar nimaga Uschezga kam bilasiz? Ko'paytiringlar. Bularni ham kamiga 20 ming, 30 ming bolani hamma maktabda mana shaxmatga sharoit qilingan, to'g'rimi? Niyoz. Buni bu yo'nalishga ham ko'paytirishimiz kerak. Mana mutolaaga ham ko'paytirsak bo'ladi. O'zi maktab yoshidagi qancha bolalarimiz bor? Maktabda o'qiydigan. Qancha bola bor maktabda? 30 ming. O'zi mana 14-30 yoshdagi yoshlarimiz 40 mingdan ortiq yoshimiz bor. 44 mingta yoshimiz bor. Bu ko'proq targ'ibotini kuchaytirib tashkil qilishimiz kerak. Qizlar akademiyasiga 15 ming nafar yoshlar qamrab olinadi. Ustoz AI zamonaviy kasblar va fanlarga o'rgatish 20 ming nafar yosh qamrab olinadi. Infratuzilma yoshlar markazi. Mana 2026-yilda Jondor tumanida yoshlar markazi qurish rejalashtirilgan bo'lib, endi buni bilasizlar, mana eski dehqon bozori hududini yoshlar agentligiga viloyat hokimimiz qarorlarini ajratib berdik. Prezidentimizning 61-qarorlarda, 60-sonli qarorlarda yoshlar markazini davlat xususiy sherikchiligi asosida qurish belgilangan edi. Keyin bitta ikkita tadbirkorlarni jalb qildik. Tadbirkorlarni jalb qilganimizda ular sal xayoli qochib, bir to'yxona qilaman, kottej quraman degan gaplarni qilishni boshladi. Bir chetginaga bularga bitta bino qurib berib, qolgan joyni boshqa yo'nalishga nima qilmoqchi bo'ldi. Shunga mana ijtimoiy yo'nalish bo'yicha yoshlar siyosati bo'yicha o'rinbosar bilan yoshlar agentligining rahbari tashabbus bilan chiqib, shuni open budjet, tashabbusli budjet loyihasi doirasida o'zimiz ovoz yig'ib, shuni quramiz. Nimaga yetmaganini hashar qilamiz. Baribir bizga endi o'zimiz ham qarab turmaymiz. Zo'rqulda yoshlar markazi quramiz, qolgan hududiga o'sha workout, yoshlarni dam oladigan bir parkoviy zona qiladigan loyihani reja qildik. Mana hozircha menimcha tashabbusli budjetda yaxshi ovoz yig'ish jarayoni yaxshi ketyapti. Xudo xolasa bu loyihani amalga oshirsak, o'shada ham bir yaxshi yoshlarni vaqt nima deydi, foydali vaqt o'tkazish uchun, samarali vaqt o'tkazish uchun bir yaxshi joy tashkil qilgan bo'lamiz. Xotin-qizlar yo'nalishi bo'yicha gender tenglik ta'minlash siyosatini davom ettirish, xotin-qizlarning ijtimoiy siyosiy faolligini oshirish orqali boshqaruv lavozimlariga xotin-qizlar ulushi 31,1% ga oshirish. Oliy ta'limdagi nimaga 50% emas, Shanoz Amrayev? Endi ko'proq nima qilaveringlar. Mana ko'ryapsiz, xayr ayol rahbarlarni qo'ygan bo'lsak, ish yaxshi bo'lyapti, samaradorligi ham yaxshi bo'lyapti. Ko'proq xotin-qizlarimizni nimaga davlat idoralariga jalb qilishimiz kerak. Oliy ta'limdagi talabalar orasida xotin-qizlar ulushi 55,8%. Xotin-qizlarning kasb hunar va tadbirkorlik ko'nikmalariga 763 nafar o'qitish. Mahallalarda xotin-qizlar bandligini ta'minlash va salomatligini mustahkamlash markazlarini 12 ta mahalla fuqarolar yig'inlarida tashkil qilish. Migratsiyada kam daromad topayotgan xotin-qizlar bilan onlayn muloqotlar orqali 210 nafar xotin-qizlarni o'z oilasiga qaytarishga erishish. Xotin-qizlarning iqtisodiy imkoniyatlarini 3242 nafarini kengaytirishga ko'maklashish. Oila institutini mustahkamlash, ijtimoiy ma'naviy muhit barqarorligini ta'minlash, mahallada nizolarni barvaqt aniqlash, 94 nafar nizoli oilalarni sog'lom turmush tarziga qaytarish.
290 nafar nikohga kirayotgan yoshlarni oilaviy hayotga o'qitish. 601 nafar xotin-qizlarni, endi 290 nafar mana Shanuz Amirayda. Hammasini mana shu nechta oila quradigan bo'lsa, hammasini o'qitish kerak bularni. ZAGSida mana FQDO idoralari bilan gaplashish kerak. Birontasi nima deydi? Nazardan chetda qolmasin, bular bilan hammasi bilan o'sha psixologlar ham, nimalar ham ishlash kerak bo'ladi. Oilani rejalashtirish bo'yicha mutaxassislar birinchi navbatda bular bilan ishlash kerak. Yo'q, kamda bu. Yo'q, uni hammasini mana shu 700 tami, 700 amma 750 ta oila bo'ladigan bo'lsa, birga hammasi bilan o'tkazishimiz kerak. Iloji bo'lsa kerak bo'lsa zaksini qilmanglar. Agar hammasi o'tmasa agar. Shu oilani rejalashtirish bo'yicha birinchi bularni o'tasizlar. Mana ko'ryapsiz, qancha muammolar kelib chiqyapti. bir nafar xotin-qizlarni axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan faol foydalanishga jalb qilish. 679 nafar jamiyatda xotin-qizlarga tazyiq va zo'ravonlikka nisbatan murosasiz muhitni yaratish. Xotin-qizlarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini ta'minlash borasida amaliy chora-tadbirlari o'tkazish. Farovon oila kelajak poydevori shiori ostida oilalarni mustahkamlashga qaratilgan targ'ibot tadbirlarini o'tkazish. 6203 nafar ijtimoiy himoyaga muhtoj xotin-qizlarni ayollar daftariga kiritish orqali ularga yordam ko'rsatish. Endi bu xotin-qizlar siyosatida ham o'zimizga yarasha muammolarimiz bor. Endi uysiz xotin-qizlarimiz bor. Ularni afsuski hozir imkonimiz yo'q. Uy sotib olishga, lekin mana ayollar daftari hisobidan hozir ijara pullarini to'lab beryapmiz, to'g'rimi? Nechta reja oldik bu yilga? 51 ta kam. Endi bir ayollar daftarini yana bir ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi, opa. Umidvarshlash, bir ishlashlaringiz kerak bo'ladi Shanuz Amirayevna bilan. Mana shu xotin-qizlarimizni, uysiz xotin-qizlarimizni ijara to'lovlarini to'lashga mablag'larni ko'proq yo'naltirish bo'yicha moliya idoralari bilan birga ishlab, shuni menga taklifini kiritinglar, qanday qiladi. Qonunchilik hujjatlari va topshiriqlarning ijro holati. Bugungi kunda Jondor tumanida ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni ta'minlash, aholi farovonligini oshirish, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash hamda infratuzilmani yaxshilash bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Tumanda aholi murojaatlari bilan ishlash sohasida qator ishlar amalga oshirilib bormoqda. Fuqarolarning murojaatlari o'z vaqtida ko'rib chiqish bo'yicha tizimli ishlar olib borilmoqda. Hisobot davrida tuman hokimligi 52 ta murojaat kelib tushdi. Shundan 45 ta murojaat ijobiy hal qilingan, ya'ni 84% tashkil qiladi. Tuman hokimi tomonidan bir ta savol qabul o'tkazildi. Jami murojaatlar soni 47 ta bo'lib, shundan 46 tasi, ya'ni 97.8% ijobiy hal etib berildi. Ko'p kelib tushgan murojaatlar asosan kommunal xizmatlar, ish bilan ta'minlash, ijtimoiy yordam va boshqa masalalar bo'yicha murojaatlar kelib tushyapti. Tuman hokimligi tomonidan prezident, hukumat, viloyat hokimligi tomonidan berilgan topshiriqlar ijrosi doimiy nazorat qilinib boriladi. Tuman hokimligi ijro intizomi holati bo'yicha tahliliy ma'lumotlar muntazam ravishda ko'rib chiqilib boriladi hamda yo'l qo'yilishi mumkin bo'lgan kamchiliklar o'z vaqtida bartaraf etish choralari ko'rib borilmoqda. Tumanda tashkilotlar va bo'limlardan ijro hisobotlari jamlanib, hokimlik apparati yig'ilishlarda o'qib eshitiladi. Endi mana shu murojaatlar bo'yicha mana kuni kecha prezidentimiz tomonidan o'tkazilgan yig'ilishda ham juda ko'p e'tirozlar bildirildi. Bizda ham shu masala bor. Mana hozir ertalab Sobir Mahmudovich bilan ham gaplashib oldik. O'sha aliment to'laydigan fuqarolarimiz bo'yicha hozir tahlilni qilyapmiz. Ishsizlarni o'sha bandligini ta'minlash bo'yicha biz ham hozir ishni boshlaganmiz. Bundan tashqari eng o'sha o'zi tumanga kelib tushgan, xalq qabulxonalariga kelib tushgan murojaatlarda ijobiyligi past bo'lgan bu ijtimoiy himoya agentligi yo'nalish bo'yicha ijobiyligi bor yo'q 5% adashmasam tashkil qiladi. O'sha bola nafaqasi bo'yicha ko'pchilik norozi bo'lyapti, murojaat qilyapti. Ular bo'yicha alohida ishlash bo'yicha yana o'zimizga hozir bitta mexanizm qilyapmiz. Ularga bola nafaqasi emas, ish bilan ta'minlash, o'sha ayollarning bandligini ta'minlash, daromadini oshirish bo'yicha ishlarni yo'lga qo'yamiz. Endi mana shu ikkita yo'nalishda oqsoqlik bor. Qolgan yo'nalishlarda mana kommunal xizmatlar bo'yicha har bitta murojaat bo'yicha o'rganilib, etap-etap muammolar hal qilib borilyapti, to'g'rimi? Endi faqat gazlashmagan hududlarimizdan kelgan murojaatlar bo'yicha uni hech imkoni yo'q. Unda Vazirlar Mahkamasining tegishli qarori bor, uni qila olmaymiz. Bizning vakolatimizga kirmaydi. Boshqasi yechilyapti.
xuddi shuna elektr ta'minoti bo'yicha mana etap yangilanayotgani ham bor. Podstansiyalarimiz bu yil avariyaviy holatlar nechta bo'ldik? Yirik avariyaviy holat mana 25-yilda o'sha kuz qishga tayyorgarlik yaxshi bo'lgani uchun deyarli bo'lmadi. Bitta ikkita kichkina avariyalar bo'lmagan bo'lsa, mana o'tgan yil 23-yil, 24-yildagi holatlarimiz yo'q. Ya'ni bu bo'yicha o'sha transformatorlarni remontini qilib bo'lsak, 600 dan ziyod transformatorlarimiz bor. Почти bo'lib bo'ldi hammasi. O'zi o'tgan yil 40 mingtalik podstansiya qurgandik. O'zi 15 ming edimi oldingisi? 20 minglik edi. 20 minglikning o'rniga 40 minglik ikkita podstansiya qurdik. Jondor podstansiyasiga. O'zi 27 mingmi, 23 mingga ehtiyojimiz. 25 ming ehtiyojimiz bu 40 minglik qurdik, yana qo'shimcha mana 20 minglik bitta podstansiya keltirib qurilyapti. Yana nimaga ham reja qilganmiz, ana Po'lot mahallasida bitta podstansiya. Yangi O'zbekiston masjidi uchun alohida bitta podstansiya qurishni hozir rejasini oldik. Shu yil qurolsa uni ham quramiz. 15 minglik bo'ladimi, 20 minglik bo'ladimi? 16 ming kilovatli bitta yangi podstansiya. Ana bilasizlar, ana Aslon aka Shirnovni o'sha zavodlarning oldidan yer uchastkasi tanladik. Bitta yangi o'shadan alohida yangi bitta podstansiya qurish reja qilib olganmiz. Menda hisobotim shu. 26-yilga bundan tashqari yana boshqa rejalarimiz ham bor. Keyingi sessiyalarda hurmatli deputatlar hisobot berib boramiz. Mana shu ochiqlik siyosatiga amal qilamiz biz. Savollaringiz bo'lsa, marhamat, tayyormiz. Eshitaman. Mana qo'ydik. 330 qarorlari bor. O'sha qarorga asosan mana yo'llar ham уже to'yqolandi. Endi siz aytayotgan yo'l adashmasam ichki yo'llarga kiradi. Hozircha bizga mana 2026 byudjet parametrlarini, tuman byudjet parametrlarini belgilaganimizga yo'llarni ta'mir uchun obodonlashtirish boshqarmasiga ham mablag'larni qo'yganmiz, lekin
birinchi navbatda bizada mana 500 kilometrga yaqin shag'allashmagan og'ir yo'llarimiz bor. Qishloq yo'llari bor. O'shalarni shag'allashtirish masalasini qo'yganmiz. Mana hozir 4 milliardga yaqin adashmasam pul mablag'lar ajratilyapti. Bu yo'nalishda iyun oyida boshlaymiz. Havola solisini qo'ygandan keyin nimani asfaltlashtirish masalasiga kelsak agar mana prezidentimiz tashabbuslari bilan 2026 yil 1-apreldan boshlab tumanda to'lanadigan qo'shimcha qiymat solig'ining 10% tuman mahalliy byudjetiga qoldirilishi belgilangan. Bu pullarni biz infrastrukturaviy muammolarni yechishga yo'naltirishimiz belgilangan. Ya'ni xudo xohlasa mana keyingi chorakdan boshidan tushadigan pullar to'g'ridan-to'g'ri to'lanadigan qo'shilgan qiymat solig'i respublika byudjetidan 10% chegirilib tumanga qoladi. Shu pullarni o'zimizga ishlatib, shu yo'llarga yo'naltirsak bo'ladi. U mana savolli pul bo'ladi. Shu reja qilib olamiz. O'zi men bilaman, ko'p murojaat bo'lgan, siz deputatlik so'rovi ham jo'natgansiz bu masala bo'yicha. Uni ko'rib chiqamiz. Qilamiz. Endi hozir birinchi salor yo'llarni shag'allashtirish rejasi. Keyin ikkinchi savolingiz bo'yicha uni bitta elektr tarmoqlari mana Oybek aka o'rganinglar. Agar kuchlanishi kattaroq transformator kerak o'zimiz zaxiramizdagi transformatorlardan alishtiringlar. Ancha masala bo'lmaydi. O'rganimga bugun kechki hisobotini berdim. Kechga rahmat. Marhamat Habiba Bibtovna. Respublikada mana shu loyihalarda yoshlar markazlari mana shu bizlarni aynan bir-biriga tash bo'ladi. Ya'ni o'sha Zarafshon bu yerda obodonlashtirish bilan birga chiroyli yoshlar markazini qurish, bu yerda yoshlar markazi yoshlar ta'limotga yoshlarga moslashtirilgan qurishlar amalga oshirish yaxshi bir imkoniyatlarni beradi deb man o'ylayman. Mana shu holatda shu fikrlarni bor ekan. Yaqinda deputatlar guruhi investitsiya loyihasiga tushgan shart ijod qilgan loyihalarni ko'rib chiqdik. Mana shu loyihalarda ham ishlar juda keng ko'lamda amalga oshirilyapti. Mana bundan keyin o'zimiz iboratigacha keltirib, kelajakda uni material, kelajakda tayyor mahsulotga aylantirish bu bosqichma-bosqich amalga oshishi ham yoshlar ancha katta ishlar boshlangan davrlarda bu masala ko'rib chiqib fikrlarga masala kelamiz va aholida shunday yaxshi chiroyli o'zlari Ramazonlarga bo'layotgan tadbirlarda mana shu jonlarda bo'layotgan yangiliklar haqida fikr almashigan paytimizda ham aholimizdan shukronali bir xursandchilik kayfiyatlari o'zimiz boshlaylik. Endi man shu yerda ayrim bir fikrlarim bor edi. Ijtimoiy soha bo'yicha 18 ta loyiha quriladi deb taklif qildingiz. Maktab, bog'cha, boshqa yoshlar sohasiga kelishib bo'lsa, ayrim mana shu maktablarni o'rgangan paytimizda va bularni nimalarni ro'yxatlari bor. Bo'lgan paytimizda qaror bilan qaror mahallasida 18 maktab bo'lganimizda ularda
masalan tadbirlar o'tkazish uchun juda chiroyli tadbirlar o'tkazamiz. Shunaqa chiroyli yoshlarimizni tadbirlar o'tkazishga ishtiyoq kuchli teatrlar saralash qilgan mana shunaqa nimalar o'tkazishga deydi imkoniyatimiz, ya'ni faoliyat zallar shunaqa yoshlar uchun o'tkazadigan zallarimiz mavjud emas degan nimalar bo'ldi-da. Keyin ko'p joyda hozir alqoplash masalasi yoshlarimizni umuman faoliyat boshlashsa bo'ladi, maktabda bo'ladi. Mana shu alqoplash masalalarini manimcha eng muhim bir yoshlar uchun imkoniyatlarni berishimiz kerak. Sog'lom ovqatlanish, sog'lom turmush tarzi bu yoshlarimizga yoki boshqalarga ham eng katta imkoniyat bo'ladi. Ana shu loyihalarda ko'zatilayotgan loyihalar asosida shu narsani aktiv bo'lish ana shunaqa shu faoliyat zalida aktiv va taqobil qiladiganlar maktablarda yetmagan mana shu masalalar imkoniyat darajada e'tiborga olsangiz va shuni keyingi loyihalarga qo'shib ana shu maktablarda ham yoshlarimiz taraqqiyotga sharoitlarni yaratib berishga harakat qilsak yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Rahmat. Mana nima masalasida o'sha ovqatlanish masalasida bu endi og'ir masala. O'tgan hafta bosh vazir hurmatli bosh vazir Abdulla Bashi kelganlarida shuni viloyat hokimimizga o'z mas'ullarga topshiriq berildi. Xalq ta'limi vazirligiga outsourcingni tashkil qilish bo'yicha endi bu masalani viloyat hokimimiz ko'targanlarida o'zi ko'p viloyatlarda joriy qilingan. Bizda ham kamida o'z ikkita outsourcing katta kompaniyasini tashkil qilingan. Ovqatlanish yo'lga qo'yiladi. Outsourcing bo'lgandan keyin o'sha sifatga barib e'tibor qaratiladi. Menimcha shu birinchi yarim yillikda bo'ladi o'zi. Bog'chalarga, maktablarga hammasiga outsourcing joriy qilinadi. Mana bu qo'shimcha faollar zallari, sport zallariga keladigan bo'lsak, endi biz harakat qilamiz. Mana institut loyihalariga tegishli o'sha Buxoro viloyati ijtimoiy iqtisodiy rivojlanish bilan bog'liq chiqadigan qarorlarga qo'shimcha obyektlarni berib o'tkazishga, lekin o'sha mana 26-yilga ikkita obyektimiz o'tdimi deymiz. UNESCOga bor-yo'q ikkita obyekt o'tkazib bildikda. Bu vazirlar mahkamasi qaroriga kiritilib, rayosat qaroriga kiritilib ikkita obyekt o'tdi. Lekin bitta nima, mana ko'p hududlarda buni ham alohida e'tirof qilishimiz kerak. O'sha xalq ta'limidagi o'sha maktab direktorlari o'zi bosh-bosh bo'lib tashabbusli byudjet loyihalari doirasida zo'r loyihalar qilyapti. Mana bilganim 8-maktabda ham shu hozir bitta loyiha qo'ygan. O'sha bilsangizlar o'tgan bo'lsangizlar, katta maktablarimizdan bittasi 8-maktab, aholisi ham ko'p, hudud salkam 10 ming aholi yashaydi. Keyin o'zi maktab yo'lning gavjum qismida joylashgan. O'tgan yillar oldini panjara olib yopildik. Orqasi lekin ochiq maktabni 4 tomon ochiq, shuni atrofini o'rab olish loyihasini hozir nimaga qo'ygan, tashabbusli byudjet loyihasiga ovoz olish jarayoni ham yaxshi ketyapti shu maktabda. Yana qaysi maktabimizda? Ikkita maktabimizda yaxshi ketyapti. 31 dan nimani qo'ygan ular? Sport maydonchasi qo'ygan. Ularda ham ketyapti. Aytmoqchi bo'lganim, shu tashabbusli byudjetga mana biz har yili bitta mavsum o'ziga 12-13 milliard pul beryapmiz mahalliy byudjetdan. Bu imkon bor foydalanib qilsa bo'ladi. Mana o'tgan 30-maktab o'sha nimasini yutib oldi. Oshxona yutdi. Oshxona yutib oldi. Juda zo'r mana oshxonani qurdi. Qo'shimcha binoni yutgan maktablarimiz bor. Uni men o'ylaymanki, o'sha sizlar mana xalq vakillari sifatida o'zlar saylov okruglarga shu masalani bir gaplashib xalq bilan bosh-bosh bo'lsangizlar, tashabbusli byudjetda imkoniyat kattada. Endi yo'l ham kerak-ku. Yo'llarni qilishda, lekin yo'llarni etap-etap davlat o'zi qiladi. Lekin hozir mana aytganingizda sport zal kerak, bolalarni qishga ko'chaga olib chiqolmaymiz. Aktiv zal kerak. Endi universitetiga qo'yib quramiz degancha ozgina vaqt o'tib qoladi birlik. Uchun shu mana fikrim tashabbusda byudjet imkoniyatlaridan, loyihasi imkoniyatlaridan kengroq foydalansak to'g'ri bo'ladi. Bu odamlarimizdan tushunib yetyapti. Mana ko'p hududlarga o'sha qo'yilgan loyihalarni ham tahlil qildik. 87 ta adashmasam loyiha shu qo'yildi birinchi mavsumda. Ko'rsak o'sha yo'l masalasi o'sha ikkinchi darajaga tushib, mana suv ta'minoti, masalan, men Damolot mahallasi qo'ygan, quyosh paneli o'sha mahallaga 3 ta mahallaga suv keladi.
shu mahallalarga suv yetkazib beradigan nasosga quyosh paneli stansiyasini qurish masalasini qo'ygan. Ovoz olyapti hozir 48-9 o'rinda ketyapti. Shunga o'xshagan loyihalarimiz ko'payapti. Shunga men o'ylayman, buni ham bir mana shu maktab bog'chalar infrastrukturasiga ko'proq shu o'sha jamoalarning pullarini yo'naltirsak to'g'ri bo'ladi. Rahmat, hurmatli deputatlar, yana kimda qanday taklif, mulohazalar bormi? Bo'lmasa, hurmatli Jamshid Rajabovich, mana sizning hisobotingizni tingladik. Haqiqatan ham o'ndan ortiq yo'nalishlar bo'yicha sanab o'tdingiz, qilingan ishlarni, qilinishi kerak bo'lgan ishlar bo'yicha loyihalarni aytib o'tdingiz va har bir tashkilotga kamchiliklar borligi, uni joyida bartaraf qilishimiz va kerak bo'lsa yanada imkoniyatlar borligi, uni yaratish to'g'risida aytib o'tdingiz. Biz men boshchiligimdagi mana shu deputatlar bu masalalar bo'yicha o'zimizni okrugimizga sizni hisobotlaringizni, qilingan ishlarni, qilinishi kerak bo'lgan loyihalarni o'zimizni fuqarolarimizga albatta yetkazamiz. Bu ishlarda sizga albatta kuch-quvvat tilaymiz. Rahmat. Rahmat. Latof Jo'rayevni bitta masala esimdan chiqdi. Buni ham aytib o'tishim kerak. Mana hurmatli prezident tashabbuslari bilan har bitta tumandan 3 tadan mahalla tanlab olib, Yangi O'zbekiston qiyofasidagi mahallalar tashkil qilinadigan bo'ldi. Endi hozir biz 3 ta mahallani tanlab oldik. Bu Obod mahallasini, chekka hududimiz bo'lgan Jondor mahallasini tuman markaziga tutash, Bomos ko'p mahallalardan bittasi, hech qanaqa rivojlanishi yo'q mahalla. Biron narsasi yo'q Jondor mahallada. Shuning uchun driverlarni topib, o'sha mahallaning infrastrukturasiga kerak bo'lsa xizmatlar ko'rsatishni, savdo, boshqa yo'nalishlarni kuchaytirish bo'yicha nima qilamiz deb tanlab oldik. Romish mahallasini tanlab oldik. Bu ham chekka hududimiz bo'lgani uchun. Ikkita mahallasiga respublika byudjetidan pul ajratiladi. Bitta mahallaga mahalla hokimligi organi tomonidan 5 milliard so'm pul topib, endi bizga mas'uliyat yuklatildi. Bittasiga men pul beraman. Bittasini o'zlaring pul topib qilasizlar deb Romish mahallasini tuman hokimligi o'zi qiladigan bo'ldi. Buni tanlab oldik. Bundan tashqari 5 ta og'ir mahalla tanlab olganmiz. Mana opamiz to'g'ri nima qildilar? Shu sal infrastruktura qilib bersak, o'sha hududlarda rivojlanish bo'lishini og'ir hududlarni tanlab olganmiz. Mana bilasizlar, Qarovul mahallasini biz tanlaganmiz. Og'ir o'sha yerda ham juda muammosi ko'p mahallalardan misol sifatida aytyapman. Keyin bu yoqda Ko'lyondan murojaatimiz ham ko'p. To'g'rimi, aka? Sizdan ham murojaat ham ko'p. Ichkaridagi qishloqlaringizda, ko'chalaringizda masala ko'pligi uchun bu mahalla 5 ta og'ir mahallani ham tanlab olganmiz. Ular bo'yicha hozir ishlar boshlangandan keyin qo'shimcha hisobotlarni beramiz. Rahmat. Rahmat. Hurmatli deputatlar, kun tartibidagi birinchi masala yuzasidan xalq deputatlari tuman kengashining qarorini qabul qilishimiz kerak. Doimiy komissiya tomonidan tayyorlangan qaror loyihasi deputatlarga tarqatilgan. Boshqa takliflar bo'lmasa, qaror loyihasi asos uchun qabul qilinsin va deputatlarning takliflarini inobatga olgan holda ma'qullansin degan taklif kiritiladi. Shu taklifga qo'shilganlarning qo'l ko'tarib tasdiqlab berishni so'rayman. Rozilar, rahmat. Qarshilar, betaraflar yo'q, qabul qilindi. Hurmatli deputatlar, kun tartibidagi ikkinchi masala 2026-yilda Jondor tumani bo'yicha alkogol mahsulotlarini realizatsiya qilish huquqi hamda umumiy ovqatlanish korxonalari tomonidan alkogol mahsulotlarini realizatsiya qilish uchun yig'imlarning cheklangan stavkalarini oshirish to'g'risida. Ushbu qaror loyihasi 15 kun mobaynida jamoatchilik muhokamasidan o'tkazish uchun normativ huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamasi portaliga joylashtirilib, muhokama yakunlandi. Qaror loyihasi normativ huquqiy hujjat bo'lganligi sababli tuman adliya bo'limi tomonidan huquqiy ekspertizadan o'tkazilishi shart. Shu munosabat bilan tuman adliya bo'limi tomonidan ushbu loyiha o'rganib chiqilib, Soliq kodeksiga tegishli o'zgartirish kiritilmaganligi sababli rad qilindi. Shu sababli ushbu masala bugungi sessiyada ko'rilmaydi. Hurmatli deputatlar, kun tartibidagi 3-masala Jondor tumani mahalliy byudjetining
2026-yil boshida hosil bo'lgan erkin qoldiq mablag'lari hisobidan mablag'larni yo'naltirish to'g'risida axborot berish uchun so'z tuman hokimining birinchi o'rinbosari Fayzlayev Umid Baxshilayevichga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, hurmatli sessiya ishtirokchilari. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2024-yil 29-noyabrdagi 5-sonli qaroriga asosan mahalliy budjetining qo'shimcha manbalarini aniqlash va ulardan foydalanish tartibi belgilangan. Mazkur tartibga ko'ra, tuman mahalliy budjetining 2026-yil boshida hosil bo'lgan erkin qoldiq mablag'lari hisobidan mablag' yo'naltirish bo'yicha takliflar jamoatchilik muhokamasidan o'tkazish uchun Regulation Go.uz normativ-huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamasi portaliga joylashtiriladi va jamoatchilik fikrini inobatga olib, tuman mahalliy budjetining 2026-yil boshida hosil bo'lgan erkin qoldiq mablag'lari hisobidan amalga oshiriladigan tadbirlarni muvofiqlashtiruvchi komissiyasining xulosasiga asosan tuman hokimi bilan kelishilgan holda xalq deputatlari tuman kengashi muhokamasiga kiritiladi. Shunga ko'ra 2026-yil boshida hosil bo'lgan erkin qoldiq mablag'lari hisobidan mablag' yo'naltirish bo'yicha takliflar xalq deputatlari tuman kengashining qarorlari loyihasi asosida belgilangan tartibda Regulation Go.uz yagona elektron tizimi ID 11-30-37 bilan ro'yxatga olindi va jamoatchilik muhokamasiga kiritildi. Jamoatchilik muhokamasi natijalari va fuqarolardan kelib tushgan takliflarni inobatga olib, O'zbekiston Respublikasi Budjet kodeksining 126-moddasiga asosan tuman mahalliy budjetining 26-yil boshida hosil bo'lgan erkin qoldiq mablag'lari hisobidan quyidagi tadbirlar uchun mablag'lar yo'naltirilishi ko'zda tutilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2024-yil 29-noyabrdagi 5-sonli qaroriga asosan O'zbekiston Respublikasi prokuratura organlari xodimlari kuni munosabati bilan tumanda faoliyat yuritayotgan prokuratura organlari xodimlarini munosib rag'batlantirish maqsadida hamda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2024-yil 29-noyabrdagi 5-sonli qaroriga asosan tumanda istiqomat qiluvchi Afg'oniston urush qatnashchilariga hurmat va ehtirom ko'rsatish, ularni jamiyatdagi o'rnini hamda xizmatlarini munosib e'tirof etish maqsadida ular uchun bayram tadbiri o'tkazish maqsadida demak mablag' ajratildi. Bu doimiy an'anaga aylanib kelgan. Shuni yuqoridagilarni inobatga olib, ushbu tadbirlarni tuman mahalliy budjetining 2026-yil boshida hosil bo'lgan erkin qoldiq mablag'lari hisobidan belgilangan tartibda mablag' yo'naltirish bo'yicha takliflarni tasdiqlab berishingizni so'rayman. Rahmat. Bu masalada nima mablag' ajratilishi ko'zda tutilyapti? Prokuratura xodimlariga rag'batlantirganmiz. Afg'on urush qatnashchilariga dasturxon. Shu ikkita masalaga ma'qullab bersangiz bo'ladi. Hurmatli deputatlar, kun tartibidagi 3-masala yuzasidan xalq deputatlari tuman kengashining qarorini qabul qilishimiz kerak. Doimiy komissiya tomonidan tayyorlangan qaror loyihasi deputatlarga tarqatilgan. Boshqa takliflar bo'lmasa, qaror loyihasi asosida qabul qilinsin va deputatlarning takliflarini inobatga olgan holda ma'qullansin degan taklif kiritiladi. Shu taklifga qo'shilganlarni qo'l ko'tarib tasdiqlab berishni so'rayman. Rozilar, rahmat. Qarshilar, betaraflar yo'q. Qabul qilindi. Rahmat. Hurmatli deputatlar, kun tartibidagi 4-masala Jondor tumanida 2026-yilda ko'p kvartirali uylarga tutash hududlarda umumiy foydalanishdagi infratuzilma obyektlarini qurish va rekonstruksiya qilish ishlarini samarali tashkil etish maqsadida manzilli dasturni tasdiqlash to'g'risida axborot berish uchun so'z tuman hokimining qurilish, to'siqlarsiz muhit yaratish, kommunikatsiyalar, kommunal xo'jalik, ekologiya va ko'kalamzorlashtirish masalalari bo'yicha o'rinbosari tuman hokimligi obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i Bafoyev Xurshid Habib o'g'liga beriladi. Marhamat.
Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, hurmatli sessiya ishtirokchilari. Ko'p kvartirali uylarni boshqarish tizimini yangi bosqichga olib chiqish, aholiga sifatli xizmat ko'rsatish, boshqarish organlariga barqarorlik ta'minlash va to'lov intizomini yaxshilash, sohada davlat boshqaruv samaradorligini oshirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 5-fevraldagi ko'p kvartirali uylarni boshqarish tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi PK-48 sonli qarorlar qabul qilingan. Mazkur qarorning 9-ilovasi bilan tasdiqlangan ko'p kvartirali uylarni boshqarish tizimini samaradorligini oshirish va sohani yanada rivojlantirish bo'yicha yo'l xaritasida 2026-2027 yillarda ko'p kvartirali uylarda tutash hududlarda umumiy foydalanishdagi infratuzilma obyektlarini qurish, rekonstruksiya qilish ishlarini samarali tashkil etish maqsadida kiritilgan loyiha takliflari ishlab chiqish hamda shakllantirilgan ro'yxat asosida xalq deputatlari, tuman va shahar kengashlari tomonidan manzilli dasturlarni tasdiqlash belgilangan. Shunga asosan ushbu qarorning 2-ilovasi bilan tasdiqlangan 2026-2027 yillarda shahar va tumanlarda respublika byudjetidan 1 trillion so'm mablag' ajratish hisobiga ko'p qavatli uylarni ta'mirlash hamda ularda tutash hududlarini umumiy foydalanuvdagi infratuzilma obyektlarini qurish va rekonstruksiya qilish dasturida 2026-2027 yillarda Jondor tumanida respublika byudjetidan ajratilgan mablag'lar hisobidan bizga 250 million pul berilyapti. Ko'p qavatli uy-joylarga irrigatsiya tizimi tarmog'ini, ya'ni ichki ariq deymiz-ku, ichki kanallarni betonlashtirish hamda bitta yangidan hojatxona qurish bo'yicha prezidentning qarorlari chiqqan. 2027-yilda 1 milliard 510 million so'm mablag' ajratish rejalashtirilgan. Bunga bitta hojatxona qurish uchun 90 million so'm hamda ikkita bolalar maydonchasi qurish uchun 734 million so'm mablag', 850 metr irrigatsiya tarmog'ini qurish uchun 162 million so'm mablag', 200 metr kvadrat yo'laklarni betonlashtirish uchun 414 milliard so'm, 2 dona yangidan hojatxona qurish uchun 200 million so'm mablag' ajratish belgilangan. Birinchi hisobotimiz shu. Mulohazalar bor. Marhamat. Hurmatli deputatlar, kun tartibidagi 4-masala yuzasidan xalq deputatlari tuman kengashining qarorini qabul qilishimiz kerak. Doimiy komissiya tomonidan tayyorlangan qaror loyihasi deputatlarga tarqatilgan. Boshqa takliflar bo'lmasa, qaror loyihasi asos uchun qabul qilinsin va deputatlarning takliflarini inobatga olgan holda ma'qullansin degan taklif kiritiladi. Shu taklifga qo'shilganlarning qo'l ko'tarib tasdiqlab berishingizni so'rayman. Rozilar, rahmat, qarshilar, betaraflar yo'q, qabul qilindi. Hurmatli deputatlar, kun tartibidagi 5-masala Jondor tumanida ichki xo'jalik avtomobil yo'llarini joriy ta'mirlashni dastlabki manzilli dasturi to'g'risida axborot berish uchun so'z tuman hokimi o'rinbosari Bafoyev Xurshid Habib o'g'liga. Marhamat. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 11-oktyabrdagi shaharlar va boshqa aholi punktlarida ko'chalari hamda ichki xo'jalik yo'llarini infratuzilmasini yanada takomillashtirish to'g'risidagi 663-sonli qarorlar qabul qilingan. Ushbu qarorda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 11-oktyabrdagi 663-sonli qaror asosan tuman hududida umumiy ichki yo'llarimiz 1145 kilometrni tashkil qiladi. 2025-yilda mazkur qarorga asosan 4 milliard so'm mablag' evaziga tumandagi 34 ta mahallalarning 52 ta qishloq va ko'chalarida
jami 29,5 kilometr yo'llarni chag'irlashtirildi hamda 6,7 kilometr ichki yo'llar joriy ta'mirlandi. Ya'ni yamishni deymiz, joriy ta'mirlash ishlari amalga oshirildi. Shuningdek, mazkur qaror bilan tuman obodonlashtirish boshqarmasiga qo'shimcha zamonaviy transport vositalari va maxsus texnikalar bilan ta'minlash maqsadida umumiy summa 3,640 million so'mga 4 ta maxsus texnikalar xarid qilindi. Katok, gridel, ekskavator hamda samosval. Ushbu qaror shu bilan birga 2025-yil tashabbusli budjet dasturi doirasida 5 milliard so'm mablag' evaziga 8 kilometr ichki yo'llar asfaltlashtirildi. Budjet parametrlari bo'yicha 4 milliard mablag' evaziga 19 kilometr ichki yo'llarda shaharlashtirish ishlari amalga oshirildi. 2026-yilda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 11-oktyabrdagi shaharlar va boshqa aholi punktlari ko'chalari, ichki xo'jalik yo'llari infratuzilmasini yanada takomillashtirish to'g'risidagi 665-sonli qaror asosida tumandan 36 ta mahallaning 59 ta qishloq va ko'chalaridagi 28,1 kilometr ichki yo'llar shaharlashtirish ishlari amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Mazkur ta'mirlash ishlarini amalga oshirish uchun Respublika budjetidan 4 milliard 400 million so'm mablag' yo'naltirilgan. Manzilli dasturi hamma deputatlarga, kengashimizga berilgan. Shu bilan bir qatorda 26-yilda tashabbusli budjet doirasida 5 milliard so'm mablag' evaziga 8 kilometr ichki yo'llarni asfaltlashtirish rejalashtirilgan. Hisobotni tugadi. Savollar bo'lsa marhamat. Rahmat. Marhamat, budjet komissiyasi rais sifatida Qo'ndiq Safarov fikringizni bildirishingiz mumkin. Rahmat. Marhamat, Ortiqxo'ja Riziqulovich. Ziyorat
kamida 2-3 ta proje ham kerak. Shu lekin haqiqatan bu yaxshi javob bermasa kerak menimcha. Yo'llarimizga saqlanishdan olish qismiga urishda joylashib boradi. Tibbilar ustamlar ikkinchi ularda mozorlarga chiqargan bo'lsak, ta'sirlarda mozorga bo'ladigan yo'llarimiz ham ba'zi vaqt yomg'irlar aynan ahvolda bo'ladi. Shu yer ochadi, o'sha qabul bilmaymiz. Taklif bo'ladiki, shu tuman ishchi guruh tomonidan shu mozorlarga bo'ladigan yo'llarni ham shaharlashtirish, uni sementlashtirish, asfaltlashtirish shakli bo'lsa o'zimiz ham hayron qolamizda shu qiyin shu ta'sirni o'tkazib o'chirgancha qiynalamiz. Siz bilmasak kerak. Alloh shularni ko'proq shunga e'tibor bersa, 500 metrda, 200 metrda bu tuman bo'yicha o'nga bir uzun kilometrda sal e'tibor bersa yaxshi bo'ladi. Rahmat. Savolingiz juda o'rinli. Bizga yana respublika byudjetidan obodonlashtirish, to'g'ridan-to'g'ri o'zimizga o'tdi. Obodonlashtirishga 3 yillik dastur berdi yaqinda. Hozir uni ham keyingi sessiyalarimizga kirgizamiz, nasib bo'lsa hisobotga tasdiqlatib olamiz. Biz 3 yillik dasturga hozir bu 613-sonli qarorga qabristonlarga kirish yo'llarini bermaganimiz sababi u o'zimizni balansimizda narsada. Respublika byudjetidan pul beradi. 3 yillik dasturni shakllantirdik. Keyingi sessiyalarga tasdiqlab olamiz. Обязательно qabristonlarga olib boruvchi yo'l kiritilgan. Keyin qabristonning o'zini ichki aylana yo'llari kirgizilgan. Ularni ham 3 yilga bo'lib dasturi bor shakllantirganmiz, qilib beramiz. Bu aksariyat o'zi bizga 28 kilometr shaharlashtirish hojilarni aytgan bizga mustaqillikka ularning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish va huquqiy savodxonligini oshirish, shuningdek 5 muhim tashabbus doirasida tadbirlarni moliyalashtirish xalq deputatlari tuman kengashi qaroriga asosan amalga oshirish belgilangan. Shu munosabat bilan tumanimizdagi yoshlarning intellektual salohiyatini yuksaltirish, ularning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, huquqiy savodxonligini oshirish maqsadida 5 muhim tashabbus doirasidagi tadbirlarni yil davomida o'tkazish rejalashtirilgan.
Shuningdek, muhim 5 tashabbus Olimpiadasi doirasidagi tadbirlarni moliyalashtirishda yoshlar jamg'armasidan 300 million so'm pul mablag'larini quyidagi tartiblarda amalga oshirishda amaliy yordam berishingizni so'raymiz. Bu tadbirlarimiz birinchisi adaptiv sport turlari. Bunda 6 ta sport turi bor. Bu qo'llaringizga tarqatilgan, hurmatli deputatlar. Ikkinchisi para yengil atletika, uchinchisi intellektual o'yinlar, bu zakovat intellektual o'yinlari, uchinchisi kibersport musobaqalari, to'rtinchisi kitobxonlik yo'nalishi, bunda yosh kitobxon o'yinlar, bunda yosh kitobxon tanlovi, beshinchisi madaniyat va sport yo'nalishlari, oltinchisi sport yo'nalishlari, bunda sport yo'nalishlarimiz bor hammasi. Keyingisi zamonaviy kasblar. Hurmatli deputatlar, bu oldin 2022-yilda Vazirlar Mahkamasining 312-sonli qarori bor edi. Bu yoshlar jamg'armasining mablag'larini ishlatish bo'yicha vasiylik kengashining qarori bilan pul ajratilardi. Bu vasiylik kengashi raisi hokimi hisoblanadilar. Biza mana shu ishlatiladigan mablag'larni smetasini qilib hokimga olib kirardik va o'sha vasiylik kengashida ko'rib chiqiladi, tasdiqlanadi. Mana bu 2026-yil 25-fevraldagi 78-sonli qaror bilan bu hozir mahalladagi yoshlarni, masalan, kontrakt to'lovi bor, ijara to'lovi bor, davolanish xarajatlari bor, undan tashqari o'sha 13 ta to'lov xarajatlarimiz bor. Ular faqat mahallaning 7 lik kollegial xulosasi asosida bo'ladigan bo'ldi. Mahalla 7 lik kollegial xulosa beradi. Bu kambag'al oilalar ro'yxatiga kirgan oila farzandlari bo'yicha, biz o'sha bo'yicha pulni ajratib beramiz. Mana bu 5 tashabbus olimpiadalari va tadbirlar uchun sessiyani qarori kerak bo'ladigan bo'ldi. Shuning uchun mana hozir 300 million mablag' jamg'armamizda 400 million mablag' bor. Shuni hozir 300 millionni tadbirlarga ajratyapmiz. Bu mana ertaga bo'ladigan Navro'z tadbirlaridagi yoshlarimizni kurash, boshqa tadbirlarni taqdirlash nimalari bor. Mana shu uchun mana shunday amaliy yordam berishingizni so'raymiz. Rahmat. Marhamat, hurmatli deputatlar. Doimiy komissiya raisi sifatida Habiba Bibitona fikringizni bildirishingiz mumkin. Shuni. Shuni. Shunday. Masala bo'yicha keng ko'lamda ishni boshlab qo'ydik, yakunlashimiz kerak. Ya'ni har bir tumanni maktablarida, texnikumlarda, qishloq xo'jaligi bor. Ularga mana shu qanday chiqishimiz kerak-da. Mana shu biz tomonidan shu ishimizni amalga oshirishimiz kerak. Shuni. Keyingi bosqichga oliy universitetlarga tayyorlash maqsadida bo'lgan. Keyin biz ancha nima qildik, rostdan ko'p yaqin ham ishxonamiz shu yerda bo'lgan. Shunday. Har uchrashganda albatta nazoratlar, qancha shunaqa o'quvchilar bo'lsa, imkon sharoitini beramiz. Faqat ularning ta'limlari bor, shu ta'limlar to'g'risida masalan shu tadbir ham o'zini hisob raqamlari bo'lishi kerak. Shunday. Agar shu narsani bizlar birgalashib endi siz bilan man shu yoshlar masalasi bo'yicha shu sohada birlashsakda
o'ylandi, uzoqqa bormasdan qaraishni shunaqalarni keyingi o'quv yiliga albatta mana shu ishlarimiz joyiga qo'yib o'sha oilalarga ziyorat qilgandek bo'lamizda. Albatta. Keyin qilyapti ishlarimiz shu kundan so'ng ajratilayotgan katta sport masalalari sport dunyoga tanqid birinchi navbatda qaysi davlatni dunyo bo'yicha tanqidlaydigan eng katta soha sport, katta sport masalalari bo'yicha ular bo'yicha shu kundan so'ng ajratish vazirligi aytdilar. Faqat ham o'rinli sportni rivojlantirish shu har bir ko'lamda ko'zda tutilayotgan o'rinda ishlatish ko'zda tutilyapti. Komissiyada ko'rib o'rganishdik va mana shu ishlar amalga oshirilsa yana rivojlanish tumanida ancha sarbon o'zini o'rin topadi deyman va bizlar bugungi ishlarni Albatta. amalga oshiramiz. O'rinda qabul qilingan sport masalalari. Endi rahmat. So'z. Bu aytganingiz har payshanba mana yoshlar kuni deb e'lon qilindi prezidentimiz tomonidan. Shu 24-fevralda joriy yilning bo'lgan yig'ilishlarida 32 ta imtiyozlar berildi yoshlarga. Endi o'zimiz ham normativ hujjatlarni kutyapmiz, ishlab chiqilyapti. Yaqinda kelsa aytganingizdek o'sha kuni gaplashib oldik ikkalamiz. Birgalashib ishlaymiz bo'yicha har payshanba o'zimizdan chiqyapmiz. 3 ta texnikumni ko'rdik, maktablarni ko'rdik. Bizdan o'sha mahalladagi mana xodimlarim, yetakchilar ishlayapti, o'z bitiruvchilar bilan. Qaysi kasbga yo'naltirilyapti, qaysi oilaviy ta'limga yo'naltirilyapti. Hammasi bilan birgalikda ishlaymiz. Aytganingizdek, ana masalan o'quv markazlari, boshqalari ular bilan ham birgalikda ishlaymiz. Kam ta'minlangan oila farzandlari bor, kambag'al oilalar ro'yxatga kirgan oila farzandlari bor. Ularni ham ilm olishda mana jamg'armadan yordamlashamiz. Hech qanaqa masala bo'lmaydi, birgalashamiz. Mana bu yerda ham o'z sizlardan so'rayotgan mablag'imiz 46 ta sport turi, endi 5 tashabbus doirasida. Bu yerda sport turlari ham bor, intellektual uylar ham bor, ta'lim yo'nalishida ham bor, zakovat bor, boshqa bor. Endi o'zlaringiz bilasizlar, hozir qanaqa tadbir o'tkazsak ham yoshlarni rag'batlantirmasak, keyingi tadbirlarda yoki keyingi ularni jalb qilishda qiynalib qolamiz. Rag'batlantirish bo'lmasa, har tomonlama keyingi nimalarni o'zimiz ham ko'ryapmiz, qiynalyapmiz. Endi hozirgi yoshlarimiz talabchan, zamonaviy yoshlar. Ularni rag'batlantirib turmasak, qiynalib qolamiz. Shunga iltimos qilyapmiz va mablag' ajratishda yordam bersangizlar. Rahmat. Rahmat. Mana biza yaqinda sport yo'nalishi bo'yicha sport maktablarida bo'ldikda, deputatlar o'rganishga chiqdik. Mana birinchi sport maktabida trenerlar tomonidan, mutaxassislar tomonidan shunaqa taklif tushyaptiki, 2 milliondan har bir bola uchun immunitet uchun vitamin so'rayapti-da, vitamin so'rayapti. Shuni ham nazarda tutsa bo'ladimi shu? Endi bu bizani matbuot jarayonida nima bizga ko'rsatilmagan. U yo'nalishda yordam bera olmaymiz, lekin biz homiy ajratib, boshqa yo'llarni qilib, ularni vitaminizatsiyasiga ham yordam beramiz. Shularning taklifini ham inobatga olishlari Uni ham taklifini beramiz respublikaga. Endi o'z baribir buni yana takomillashtirish bo'yicha o'zgartirishlar bo'ladi. Har 6 oylikda daftardan yordam ko'rsatish bo'yicha biz takliflarni berganmiz. Mana shu kambag'al oilalar ro'yxatini ham masalan taklifini berganmiz. Ayrim payt nima qila olmay qolamizda. Haqiqatan realni yordamga muhtoj o'sha oilalar, lekin bitta yer olgan yo mashina olib qo'ygani uchun biz yordam bera olmaymiz. Jamg'armamizda pulimiz ham bor, hamma imkoniyatimiz bor, xohlaymiz, lekin kambag'al oilalar ro'yxatda bo'lmasa imkoniyatimiz bo'lmaydi. Ularga ham homiylar, bizda homiylarimiz bor, boshqa nimalar bor, shunga ham imkoniyatni qilib beramiz. Rahmat. Viloyat kengashi deputatimiz ishtirok etyaptilar. Mirshod Ochilov, marhamat, fikrlaringizni bildirishingiz mumkin. Aslında bu yetmedi. Yo, bu nazarda tutilmagan. Biz endi hozir jamg'armadagi mablag'dan kelib chiqib, mablag' hisobida. Keyingi sessiyada yana ko'ramiz. Masalan, mablag' yetishmasa biz yana taklif kiritamizki, shunday. Bu 1,5 yillik bo'yicha. Shunday. Yoshni taqdirlash, tashkil qilish, bizlash, rankasi, so'g'asi tuzumga yetmaydi. Shunday. Bu arada men so'ragan 50 million atrofida so'g'ani biz yetadigan mablag' qolgan masala bo'yicha madhiyada nazariy iltimos qilaman. Degan masala alohida o'z yaragan boshliqlari qaysi soha musobaqa
qarorlarni o'qib chiqsak, kimga tegishli, kimga tegishli bilsanglar, shunga qarab masalan osonroq bo'ladi, tezroq beramiz, tushunchamiz osonroq bo'ladi. Vitamizatsiya masalasi yaqinda bir qarorlar bilan tasdiqlandik. Federatsiyaga murojaat qildik. Buni yoshlar jamg'armasidan haqqi yo'q, mahalliy byudjetdan tashkil uchun birorta hujjat yo'q, davlat hujjati yo'q. Faqat federatsiyalar hisob raqamdan vitamizatsiyaga kuzatish mumkin. Bo'yicha viloyatdagi olimpiada turlari bo'yicha federatsiyaga murojaat berildi. Tumandagi maktablar o'quvchilari vitamizatsiyasi faqat viloyat federatsiyasining mablag'lari hisobidan amalga oshirishi mumkin. Mahalliy byudjet bo'yicha respublika qarori ruxsat berilmagan. Hokim taqosladi ham. Tumanni byudjetda pul qolgan bo'lsa-da ham, qonuniy mablag'ni tashlab tuman oldidan pul berishga kafolatimiz yo'q. Faqat federatsiyalarga pul tushirib, federatsiyalar qaror berishimiz mumkin. Shunaqa qarorlar deyilgan joylar yo'q. Shuning uchun amallardan faol tegishlarga omad tilayman. Rahmat. Rahmat, hurmatli deputatlar, kun tartibidagi 6-masala yuzasidan Xalq deputatlari tuman kengashining qarorini qabul qilishimiz kerak. Doimiy komissiya tomonidan tayyorlangan qaror loyihasi deputatlarga tarqatilgan. Boshqa takliflar bo'lmasa, qaror loyihasi asos uchun qabul qilinsin va deputatlarning takliflarini inobatga olgan holda ma'qullansin degan taklif kiritiladi. Shu taklifga qo'shilganlarning qo'l ko'tarib tasdiqlab berishni so'rayman. Rozilar, rahmat. Qarshilar, betaraflari yo'q, qabul qilindi. Rahmat. Rahmat. Keyingi safar. Hurmatli deputatlar, xalq deputatlari tuman kengashi sessiyasi kun tartibiga qo'yilgan masalalar ko'rib chiqildi. Xalq deputatlari tuman kengashining sessiyasini yopiq deb e'lon qilaman. Qolaversa, mana hammalaringizni